Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan Michelson interferometrning ishlash prinsipini o'rganamiz. Interferometrlar spektrlarni ajratish, interferensial manzara hosil qilish uchun foydalaniladi. Interferensiya manzarasini kuzatish uchun kogerent nurlardan foydalanish lozim. Afsuski, kogerent manbalari yo'q. Ya'ni ikkita ixtiyoriy bir xil manbani olsak ham, ular o'zaro kogerent bo'lmaydi. Shuning uchun bitta manbadan chiqayotgan nurni turli usullar bilan ajratib, yana fazoning biror nuqtasida uchrashganda interferensial manzara kuzatish mumkin. Michelson interferometrida kelayotgan yorug'lik nuri mana bu shisha plastinkadan o'tganda ikkita qismga ajratadi. Ya'ni bittasi sirtdan qaytadi. Bu sirtimiz yorug'likning yo'nalishiga 45 gradus burchak ostida o'rnashgan va bundan yana xuddi shunday 45 gradus qaytganda 90 graduslik ko'zguga qaytib tushadi. Ikkinchi qismi esa yorug'likda shisha plastinkadan o'tadi. Undan ham yorug'lik chiqayotganda ikkita qismga ajralishi mumkin. Ya'ni bittasi mana bu ko'zguga tushsa, bittasi undan chiqib ketadi. Endi mana bu ko'zguga tushgan birinchi nurimiz yana ko'zgudan o'tib o'z yo'nalishini davom ettiradi. Ikkinchi ko'zguga tushgan nurimiz ham o'z yo'nalishini o'tib, ular ham joyiga yetib boradi va mana bu yerda optik asbobimiz linza yordamida nurni yo'nalishi bizga ko'rinarli bo'lish uchun kengaytirib beriladi va mana bu yerda ekranda interferensial manzara hosil bo'ladi. Interferensial manzara degani bu mana bu ikkita yorug'lik nuri uchrashganda, bir-birini kuchaytirganda yorug' nuqta hosil bo'ladi. Agar minimumlik holati bo'ladigan bo'lsa, bu yerda qorong'u polosalarni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bu qorong'u va yorug' polosalar o'sha bosib o'tayotgan yorug'lik nurining optik yo'lini yo'llar ayirmasi yarim to'lqin uzunligiga qanday bog'liqligiga qarab maksimumlik yoki minimumlik shartini bajarishi mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.